miyasi ishdan chiqib. Madinaxon bu holatga qanaqa qilib tushgan? Misol uchun o'sha 6 oy oldin o'zini osib qo'ygan deyapsiz. Azizlar, andijonlik 14 yoshli Madinaxon bundan 6 oy oldin vasvas kasalligiga chalinib, mana shu holatga kelib qolgan. Bechorani hamma joyi og'rib, tun va kunni yig'lab azob bilan o'tkazmoqda. Bu qizchani davolash mumkin, lekin mablag' yetmayapti. Oldingi videomizda 2000 dan oshiqroq kommentariyada unda jin bor, domlarga o'qitib yuboring deb yozib qo'yishgan edi. Madinaxonni bir necha marta eng kuchli domlalarga ham o'qitdik, lekin meditsina tomonidan qaraladigan bo'lsa, bo'ynidagi tomirlar qotib, miyani yarmi ishlamay qolgan. Davolash uchun srochniy operatsiya qilish kerak, lekin pul yo'q. Azizlar, hammamizda ham farzandimiz bor. Nahot mana shu murg'a qalbga rahmingiz kelmayotgan bo'lsa, nahot pul topa olmasdan shu qizcha og'irlashib boraversa-yu, sizda bundan-da muhimroq ishlaringiz bo'lsa. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, ushbu ekrandagi karta raqamlariga ehson qiling va tunlari azobda o'tayotgan bu qizchani hayotini saqlab qoling. Ehson qilishga pulingiz bo'lmasa, video ostida 100 mingta like yig'ib, duo qilib yozib qo'ysangiz, inshaalloh mana shunda ham savobga qolasiz. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Qizim mana 7 oy bo'lyapti. O'zini o'zi 6 oy, 7 oy oldin o'zini vasvas kasalligiga uchrab, o'zini osib qo'ygan edi. Osib qo'ygan evaziga bo'ynini tomirlari ishdan chiqibdi-da, izcha uzoqroq qolib ketgan edi. Miyasi ishdan chiqib, endi buni hozir miyasini davolash kerak ekan. Hozir bizda mablag' chataqlik qilyapti. Dadasi ham hozir chetga chiqib ketgan, shu qizda davolatay deb pul jo'natgani. Endi shu qizda yo Rossiyada yo Turkiyada davolatishimiz kerak ekan miyasini. Katta pul kerak ekan, hozir mablag'imiz yetmayapti. Moddiy tomonlama imkoniyat bo'lmasdan hatto Toshkentga ham olib bora olmadik. Endi chetga pul yig'ilgungacha o'zimizda bo'lsa ham ko'rsatib turaylik desak, o'shanga ham imkoniyatimiz bo'lmadi. O'shaning uchun xalqqa, siz orqali xalqqa murojaat qilishga majbur bo'ldik. Endi davosi bor ekan, umid qilyapmiz. Davosi bor ekan deyishgani uchun shu yo Rossiyada yo Turkiyada 6 oy davolatsanglar oyoqqa turadi deb aytishgani uchun umidimizni uzmayapmiz. Chunki bolamiz hali yosh, hali hayotda hech narsani ko'rmagan, yaxshi bo'lib ketishini tilab, sizlarga shu moddiy tomonlama yordam qilsanglar, shu qizchani olib borib chet ellarda davolatib oyoqqa tursa, biz ham xursand bo'lardik. Bolamiz bag'rimizga qaytsa degan nima bilan sizlarga murojaat qilyapmiz. Yaxshi insonlarni ko'magiga muhtoj bo'lib murojaat qilyapmiz. O'shancha odamlardan gap so'zi boshqasi ham bolamizni kasalligini oldida bizga hech narsa bo'lmay qoldida va bunaqa internetga chiqibdi-yu degan gapdan ham hijolat bo'lishdan ko'ra bizga bolamizni sog'ligi muhim bo'lib qoldida. Sog'ligi muhim bo'lib, shu davolatishga pul yig'ilsa, davolatsak bo'ldi degan maqsadda sizlarga murojaat qildik. Inshaalloh shu saxovatpesha insonlarning yordami bilan shu qizni chet elga borib tuzattirib kelsak.